Lekin xato qilding. Shu yerda qishloq bo'lishi kerak. Topildi. Mana shu yerda men bularning ichiga kirib olishim, politsiyachi kiyimini kiyib olsam, ular meni politsiyachi deb o'ylashadi va oralariga olishadi. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Sten va aslida men BMW fanatiman. Noob, mening instrumentlarimni sen oldingmi? BMW. Endi biz do'st emasmiz. Men faqatgina Mersada. Nima? Bor yo'g'i tush ekan. Xudoning o'zi bir asradi BMW egasiga aylanishdan. Tinchgina uxlayman. Xayrli tong. Yaxshi. Nima? Kamera stop. Shiftga nima qildi? Tushunmadim. O'zi shundaymi yoki menga hammaga salom do'stlar, mening ismim Sten va meni shiftim pasayib qoldim yoki shunday tuyulyaptimki. Blok qo'ygan ovoz chiqdimi? Bu bloklar qayerdan keldi? Tushunmayapman. Xardim shunday bo'lganmidi? Qiziq. Salom Stan. Salom o'xshaytir. Qalaysan? Yaxshi. Ovqatxona ishlar qalay? Zo'r bo'ladi. Kechasi bilan uxlamay chiqding-a? Nimaga? Taqir-tuqir ovozlar chiqdi-ku uyingdan. Bilmasam men uxlayotgandim. Bir marta baqirdim, u ham tushimga BMW kirganda, BMW haydagandan Jiguli haydagan yaxshi-ku. Shuda. Mayli, lekin baribir ham shiftim g'alati bo'lib qolgan. Tushunmayapman, nima uchun? Nimadir noto'g'ri, kichkina bo'lib qolganmi, kattalab qolganmi? Kamera pastga chiqib, Mike. Salom Stan. Salom. Qalaysan? Yaxshi. Kecha bilasanmi tushimga nima kirdi? Nima? Xullas birinchi shiftimga qara. Xo'p, nima bo'libdi? G'alati yurmayaptimi? Yo'q, shift aka, shift nima qilibdi? Bilmasam, kamerang turibdi mana. Men ham hayronman. Sen tushdan gapir. Xullas, tushimda BMW egasi emishman. Nima? Yur men bilan. Nima qayoqqa? Men seni kayfiyatingni ko'taraman. BMW egasimiş. Shunaqa ham tushlar bo'ladi. Sen e'tibor berma. Tushlar ba'zida qo'rqinchli bo'ladi, lekin hech qisi yo'q. Sen haqir ahmoq emassan, haqiqiy hayotda BMW sotib oladigan. Shuni ayt. Mana biz mana bu yerda dam olamiz. Kulrang to'shaman. Men uchun, ko'kaysa senga. Qoyil. Mana oftobdan dam olish mumkin. Qoyil. Xo'sh, endi esa sen ham men uchun sovg'a tayyorla. Yiqilib tushdi. Men ham tayyorlayman. Men ham tomdan biror nima quraman, lekin men quradigan narsa Mike'nikidan 5 yo'q, 15 marta ko'proq zo'r bo'ladi. Xo'sh, birinchi navbatda tomni ochishimiz kerak. Tomni ochganimizdan keyin u yerda haqiqiy uy quramiz. Do'stlar, bizda shiftda uy bo'ladi. Ana shu joyda yashashimiz bo'ladi. Sen qachon agorga qaraysan, undan tashqari BMW Sila, sizlar loqsizlar. Mayli. Meram ahmoq ekan-ku. Xo'p, men o'ylamagandim uni bunchalik ahmoq deb. Mayli. Lekin shift g'alati. Hozir agarotga qarash kerak, keyin esa ko'ramiz nima qilsak bo'lar ekan. Menimcha bemalol hozir agarotimizni ishini tugatgandan so'ng shift bilan shug'ullanishimiz mumkin bo'ladi, chunki men shiftda zo'r narsalar quraman. Bemalol u yerda yashashimiz mumkin bo'ladi. Qachon menimcha u yerda yashay olmasa kerak, odamlar sig'maydi u yerga. Bir o'zimiz sig'ishimiz mumkin, chunki u yerda joy tor bo'lsa shiftda kim ham yashay olardi u yerda? Menimcha faqatgina yosh bolalar, lekin ularning ham bo'yi tez o'ssa, boshi tegib qoladi shiftning uchiga. Mayli. Hozir tomni ochamiz va shiftdan joy quramiz. Yoki uyning o'rniga boshqa narsa qursamkina. Bilmadim nima qilib. Kompyuter o'rnatishga, lekin menda ortiqcha kompyuterlar yo'q-da. Balki biror yerdan arendaga PlayStation olib kelarman. Keyin esa televizor topish kerak bo'ladi, katta 4Kdan va maza qilib Mortal Kombat o'ynaymiz yoki Gran Turismo. O'ylash kerak. Nima o'yinlar bor? Tomda maza qilib o'ynash uchun konditsioner ham o'rnatsa bo'ladi. Men bilaman qayerdan olish mumkinligini. Hozir merga narsalarni topshiray, qurilishni boshlaymiz. Bu zo'r bo'ladi, janob mer. Olib keldim. BMW Sila, Mers, Magila. Mayli. Bo'ldi. Hayronman do'stlar, nima uchun hamma bizni Mercedeslarni yomon ko'rsatdi? Mercedeslar zo'r mashina. Mayli. Baribir ham katta bo'lsa tushunib olishadi. Mercedes zo'rligini BMWdan ko'ra. Men esa hozir tomimni kuchaytiraman. Bizga kerak bo'ladi albatta instrumentlar endi o'zimda bor. Mike'dan olishim shart emas. Yaxshi, yana nimalarni olsam ekan? Daraxt chopib kelish kerak. Ularni qurilish yog'och bo'laklari o'rniga ishlatishimiz mumkin bo'ladi, chunki ularning ustiga chiqish oson, sindirish oson va qaychi bilan mana bunday tez olishimiz mumkin bo'ladi. Men qurilish bo'yicha borgan sari kuchayib boryapman. Yaqinda professionalga aylansam kerak.